Barkapda sotuvda 2025 Mitsubishi Outlander. Oldi ko'rinishi, yondan ko'rinishi, orqa ko'rinishi, salonni oldi ko'rinishi, salonni orqa ko'rinishi, oldi konsol. Mashinamizda yep-yangi bizga kirib keldi, ko'rishingiz mumkin. Balonlarga 20 diskali o'zing zavodskiy baloni. Oldi ko'rinishi ko'rib turganingizdek 360 kameralar, undan tashqari antiradarlar hammasi o'zida bor. Beskulchovoy do'st, oldi fikrini ko'radigan bo'lsangiz, polni kojani kombinatsiya qilingan, qop-qorada, undan tashqari pamять sidinalari bor. Sidinalarga alohida e'tibor berasizlar. Sizni просто tak quchomlab oladi bu sidinani, o'tirganingiz ham juda yumshoqqina. Elektr sideniya. Mashina saloniga shuna kiradigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli tablolari, o'zini rulida polni hamma narsasi, bu tarafda kruiz kontrollari, kichkina displey o'zini 12 talik, hamma knopkalari ham bor. Telefon qo'yilgan joyini ko'rishingiz mumkin. Беспроводной zaryadka, USB port, Type-C port, shaybali rejim modem, avtoxoldlar, undan tashqari Type-C zaryadkalari, hamma narsasi bor. O'zini zavodskiy pardalari ham bor. Bagajini ochilishini ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizda 7 ta o'rindiqli hisoblanadi. Agar mashinani shuna ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol maza qilib toqqa qarab chiqib ketaverasizlar. Mitsubishi Outlander full pozitsiyasi limited edition 2025-yilda ishlab chiqarilgan, hali 0 probeg. Kapoti tagida 181 ta otni o'zini ichida olib yotgan bu mashinamizni shahar ichida taxminan 10 tacha, shahar tashqarisida 7,5 ta 8 ta yeydi. 7 ta odamni shunday yuklaysiz ketdi. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston ko'rmagan joylaringizni hammasini shu to'choq bilan ko'rib kelasiz. 6 ta rejimi bor. Eko rejim, normal rejim, xohlasangiz tona ustiga, xohlasangiz tona tagiga kirib ketadi. Maza qilib haydaysiz. Mitsubishi Outlander limited edition bu mashinamizda tan narxi $46,000 va boshlanish to'lovi 50% ni tashkil qiladi. Markab har doim sizlar bilan. Ko'rib turganingizdek yotishgan bemalol dobistvalar bor ekan orqada.